Hayırlı kez, mening ismim Ramil, menga 20 yaş, hem meni әлі hamon pasportsiz klubga kiritmaylar. Buna bugun teatr klubuna keldim de face controlda o'tirgan. Yigit, balasaga, mында 18+, meni o'tkazmayapti. Eshik tubida to'ram shunda. Yaray, Ural ko'rib qoldi. Pafosna gina face controlga. Этот малыш со мной, тип meni o'tkazaverdi. Buna dostlar, menga 17 yoshdan ko'proq bermaydilar ol. Nima deng? Yo'q, ular bera ol. Yo'q, dostlar, qizlar bilan tanishganda mening do'stlarim, bu mening do'stim Ramil deb tanishtirdilar. Aytganda qizlar turag'anda bir tanish qiziqayim bor, fitness klubga yurib. Ham menga har safar, "Ey Ramil, hindirish, menga qizlarga qaramay, ayda kachalkaga yura boshladi." Men shu vaqt ishtamni ko'taramda, shilinkamni yabamda, qizni uyga uzatam. Shu vaqt ismda aytganda men qizlarni 4 yerda baraman. G'afayt 4 turga bo'laman. Birinchi, ular bitta yabay tiynaq qizlar, bor kishi bo'lganda o'zlari tinch tutalar. Bilagizmi? Ular bilan bir bo'lmala qolgan ular butunlay unday tugil. Bir vaqt shunday qiz bilan uyga qaytdik da, bo'lmaga ikkow qolgaydik. 9 oydan esa bo'lib chiqdik. Ikkinchisi, eng yaqin akirating. O'sha zalda ko'p o'tirgan yigitlarning shunday akiratlari bor. Do'stlar, aytagin o'zimizni aldatmaylik. Har bir yigitning boshida o'sha ahiratning bariga o'y bo'lgandir. Qizlarning asosiy turlari fitanyashki, fitness klubga yurgan qizlar. Men shu qizlarning ortlarına avtonomiya bergandim. Chunki ortdan ular motorroq. Qizlarning 4-chi turlari tpshkalar. Bittari to'liq kosmetika, Instagramlarında uyrak ko'p fotolar. O'sha qizlarga kelib, deyishlar kelar. Aytganday, ulardan biri yabaygina hora-hora, masalan, kim bizning prezident deb, ular "Okey Google, кто наш президент?" deb so'raydi. Men ularga sirasi "Okey, to'g'ri, bir kunga borang, ayda ketdik, mashinaga o'tirib olaman." Yo'q, bunda kulki yo'q. Aytaychi, mashinam bor deb. Unday qizlarda yengilgina elektrib olirga bo'ladi. Eymi Ilshod? Ilshoddan unday qizlarda bo'ladi. Birisini aytganda, qizlardan da motorroq zotlar yo'qdir. Yigitlar, yaratib qizlarda zo'r rahmat.